aylanib ketay bu mazzalardan. Bu buqalarni avlikol deysizmi, sharalel deysizmi, просто так bomba. Go'sht yo'nalishi bo'yicha eng saralardan biri. O'zbekistonga qanchadan boradi? Bitta like bosib qo'yib, bu videoni chorvaga qiziqadigan, buqaga qiziqadigan tanishlaringizga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ularga yetib borish uchun ham siz like bosishingiz shart. Davay videoni ko'ramiz. Jigarlarim, eng saralari bizda, eng bombalari bizda. Avlikollarni, sharalel deysizmi, nima deysiz? Ishqilib kommentariyaga yozib qoldiring. 250 kilogramdan boshlanadi bular. 250 to 350, 450, 500 gacha. Jvoy narxi 300 rubldan taroziga. Plus 45 ming rubl yo'l xarajati ichida, dokument ichida, O'zbekiston dokument ichida, rastamoshka. Общий dokument, O'zbekiston dokument, rastamoshka, mashina, hammasi 45 ming rubl xarajati bor. O'rtacha jvoy vesini 350 deb qo'yaverasizlar. Hisob kitobi ekranlarda paydo bo'ladi. O'zbekistonga qancha yetib borishi qaranglar. Mashaalloh, har birimizning uyimizda kamida 50 ta, 60 tadan boqish nasib ro'za aylasin. Bular go'sht yo'nalishi bo'yicha chempionlar. Chempion bular. Anguschi, buchi ikkisidan bir xilma. Orqasini qaranglar mana. Voy. Aylanib ketay. Eng zo'rlarini zakaz qilish uchun Telegram kanallarimiz ekranda bo'ladi. Qidirtirib, kirib zakaz berishlaringiz mumkin. Telegram kanal Urazmetov _TV. Давай, let's go.